Qadimdan zodagonlar odamlarni qul qilib ishlatgan. Hozir ham ularning avlodlari bor va hozir ham ba'zi odamlarni qul qilyapti. Faqat oldingidek tepasida qamchi o'ynab turgani yo'q. Zamonaviy quldorlik o'ylab topilgan. Odamlarning o'zi eshakdek ishlab topgan pulini topshiryapti. Bookmaker tashkilotlari tuzilgan. Bu tashkilotlar birdaniga qul qilmaydi. Bosqichma-bosqich amalga oshiradi. Qul bo'lganini sezmaydi, tan olmaydi, ko'zi ko'r qul bo'lib yuraveradi. Birinchi bosqichda o'qib, ishlab yurgan oddiy odamlar televizor, internet orqali biron narsaning muxlisiga aylantiriladi. Masalan, futbolning millionlar o'yini, erkaklar o'yini, jahon chempionati, tomosha qilsang maza qilasan, ma'naviy hordiq kabi jarangdor gaplar bilan oddiy muxlisga aylantiriladi. Oddiy muxlis uyida, goh-gohida stadionda futbol ko'radi xolos. Ikkinchi bosqichda YouTube, Instagram, TikTok futbolchilarning hashamatli hayoti, kubok olishdagi hayajonli lahzalar, futbolchiga, klubga cho'qinganlarni ko'rsataverib, oddiy muxlis ashaddiy muxlisga aylantiriladi. Bular qo'chqorlar. Real zo'r, Barsa zo'r deb bir-biri bilan shohlashadi bular. Real bilan Barsa bularni borligini ham bilmaydi, ishi ham yo'q. O'tgan dars eslaysanmi? Bilan ikkalasi urushyapti bir-biri bilan, cho'qishyapti. Ha desam, bunisi Realni muxlisi ekan, unisi Barsani muxlisi ekan. Ikkalasi jamoa talashib bir-biri bilan so'kishyapti. Realni, Barsani futbolchilari yoqda tursin, farroshlari ham tanimaydi bular. Ishi ham yo'q, kasal bo'lib qolsa xabar ham olmaydi. Lekin bu ikkalasi bitta guruhda o'qiydi, bir-birini urushyapti. Qo'chqor muxlislar sevimli klubining futbolchisining bironta o'yinini qoldirmay ko'radi. Darsni chetga surib, yarim kechasi bo'lsa ham uyqudan qolib futbol ko'radi. Ertasi kuni o'qishda ishdagilar bilan soatlab muhokama qiladi. Soatlab izoh yozib umrini o'tkazadi. Bunaqalar borib tomi ketgan muxlisga aylanadi. Uchinchi bosqichda tomi ketgan muxlislar sevimli klubi uchun hamma narsaga tayyor. Bor topgan pulini sevimli klubi uchun bookmakerlarga topshiradi. Sigirday sog'adi bookmakerlar. Maktab o'quvchilari bor, uyidan pul o'g'irlab chiqib, ana shu bookmakerlarga tikyapti. Studentlar o'qimayapti, ishlab pul topib bookmakerlarga topshiryapti. Katta odamlar, bankda ishlaydiganlar pensionerlarning pulini o'g'irlab bookmakerlarga tikyapti. Birdaniga bunday bo'lib qolgan yo'q ular. Bosqichma-bosqich ularni tushirdi shu botqoqqa. Men faqat tomosha qilaman futbolni, pul tikmayman-ku deb o'ylaydiganlar ham xato qiladi. Chunki u uyida o'tirib ko'ryapti-ku futbolni. Lekin yonida bolasi katta bo'lyapti. Bu katta bo'layotgan bola ota-onasidan ko'ra ashaddiyroq muxlis bo'ladi. Yo'q, ustoz, muxlis bo'lmasam bo'lmaydi desalaring, uydagilaringga muxlis bo'linglar. Bobo-buvimiz bor, ota-onamiz bor, aka-singillarimiz bor. O'qish bor, mana shu foydali narsaga, sizlarga mehr bilan javob qaytaradiganlarga muxlis bo'linglar.